2 qavatli yeng qilyapmiz hozir. Ichidagisi oddiy tushgan, ustidagisi kastoy bo'lib, mana tepasi ochiq bo'ladi. O'rangan qizimiz uchun bu. Yengimizni oddiy qilib turib buklab qo'ysak ham bo'ladi, lekin biz yana ham sifatliroq bo'lsa, mana qo'pol bo'lib qolmasin degan maqsadda yengi uchini mana ochib olamizda. Bir tomonga yotqizib olib turib, mana bir tomonga yotqizib olyapmiz. Mana hamma 4 ta qavat bo'lyapti. Mana chokidan, bir chokni o'zidan yashirib tikamiz va mana holati juda ham chiroyli chiqadi. Oddiy buklab qo'ysalar ham tortishib qolishi ham mumkin. Bunda hech qanday tortishib qolish degan narsa bo'lmaydi. Hozir tikib ko'rsataman. Mana hozir hech qayta tortib qolgani yo'q. Mana hozir unga holatini ko'rsatib o'tib ketaman. Mana hech qayerda tortib qolgani yo'q. Mana oddiy, to'g'ri, tekis, tiniq, chiroyli turibdi. Sifati juda ham yaxshi. Dazmol bosilmagan holat. Dazmol bosilsa bundan ham tiniq, chiroyli turaveradi. Foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni unutmang.